Assalomu alaykum, qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza arashan zotli qo'z sog'loq ishqibozlar, qo'zlarni qarang, qo'zlarni go'zalligini qarang mana. Orqoldan tulovlari kelgan go'zallaridan son 3 donagina, 3 ta ozgina, sozgina kelar. Xudo xolasa olib, inshaalloh chiroyli baraka topadigan akalar. Kecha yetib keldi. Ertalab shu bugun yetib keldi akalar. Bugun hafta kuniga shanba 27-sentyabr sanasi akalar. O'zlarimiz qarang akalar. Go'zal. Yosh oylari 8-9 oylar atrofida ozmoz yemini yeb turgan holati go'zal holatda akalar mana. Uchtasi ham toza yarichka akalar. O'z qo'zlarni qarang. Hammasi tikka dumba. Ochishga inshaalloh past tayyor. Bemalol qo'shqorni qo'shib qo'ysa ham bo'laveradigan holatda, xudo xolasa o'zlarimiz tiniq, go'zallardan. Xudolarni qarang bularni mana. Yuzlarini qarang. Xudo xolasa olib chiroyli baraka topadigan toza sog'liqlar. Akalar buni ko'p maqtov urishni kerak yo'q. Endi narxi hammani qiziqtiradigan joyi. Narxi akalar kechagi kuni 4 ta sog'liq qo'ydim, ikkisiga chiqqanlarini qo'ydim. Buni 7 million 700 dollardan qo'ysam, o dedilaring. 700 dollar emas, buni bo'ladigan narxi endi haligi ozgina so'rab oladigan qilib chiqardim bularni. Keyin o'sha kommentariyaga o'zim ham yozib qo'ydim qanchadan sotilganini ham. Bularda akalar o 550-600 dollar demayman, bo'ladiganini so'mga qo'yaman. 5 million so'mdan xudo xolasa uchtasini bir joyga olgan odam bo'lsa ketaveradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha akalar mutlaqo dastavkasini besplatni yetkazib beramiz inshaalloh. Ammo akalar bo'ladigani sizlarga unaqa kunga 600 dollardan qo'ymadim. Bo'ladigan 700 dollar, 600 dollar qilib ulardan ko'ra sal kichikroq yoshiga. Demakki, ular 3 tasi, 4 tasi ham chiqqan qo'ylarida. Bularni hali tishi o'rgani yo'q, lekin yosh mana 8-9 oylik gavda boshlari ham bo'ladigan holatda mana. Orqonlarini, yuzlarini ko'ring bular. Xudo xolasa akalar, puliga arziydigan. 5 million so'mdan akalar. Xudo xolasa aloqa chiqasiz inshaalloh. Qo'ydi tozasi o'zingizda bo'ladi, yoshi. Bemalol buni 8 ta 10 talabgacha inshaalloh chiroyli bo'lsangiz bolasini olaverasiz. Aloqa chiqasizlar akalar, xudo xolasa manzilimiz o'sha Namangan viloyati, Namangan tumani eng arzonchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda, xudo xolasa qo'zini tiniq go'zallari kelgan. Hali videomiz davom etar akalar. Bugun xudo xolasa 4 ta 5 ta video chiqaramiz. Qo'chqor, sog'liq qilib inshaalloh. Bunaqa chiqarasizlar, xudo xolasa akalar. Zot tozalaridan xudo xolasa hammasini go'shtga emlagan qo'chqorlarimiz bor. Hamma tomonlama akalar qo'zini go'zallarini olib kelib qo'yganmiz. Inshaalloh sekin videosini qilib chiqaramiz. Like bosib akalar videomizga bittadan podpiska bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.